Kecha ishxonada bayram bo'ldimi deyman. Biroz ichibsiz. Lekin menga rahmat aytishingiz kerak. Oyijonga bildirmadim. Rahmat. Bilol aka, nimadir bo'ldimi? Yo'q, hammasi joyida. Yo'q, nimagadir boshqachasiz. Ishga kechikkanman, Shirin. Mayli, lekin nimadir bo'lgani aniq. Nima? Mendan xafamisiz? Sendan nimaga xafa bo'lishim kerak? Bilmasam. Gapirgiz kelmayapti. Sovuqqonlik bilan javob beryapsiz. Uzr, Shirin xonim. Sizga qanaqa muomala qilish kerak? Nima deganingiz? Yo'q, sen nima deyapsan, Shirin? Nima xohlaysan o'zi mendan? Nega menga o'zingcha mehribonlik qilyapsan? Hozir bu xonada hech kim yo'q. Na oyim, na boshqalar. Faqat ikkalamiz. Kimga rol o'ynab beryapsan? Men rol o'ynayotganim yo'q. Unda nima qilyapsan? Bugun shunchaki kayfiyating yaxshi bo'lsa kerak-a? Hozir tirjayib hazil-huzur qilib kuzatib qo'yasan. Kechqurun qaytib kelganimda yana xuddi begonalardek qovoq tumshiqib yurasan. Bilol aka, nega janjal qilyapsiz? Men janjal qilayotganim yo'q. Borni aytyapman. Iltimos urushmaylik. Men shunchaki... Sen shunchaki doimgidek meni ahmoq qilyapsan. Menga qara, Shirin. To'g'risini ayt. Mendan nima istaysan?